Senga qachon aql kiradi, ha? Uylanding, kelin bo'lsa bir o'zi o'tiribdi. Bu nima yurish? Ey, qachongacha seni orqangni tozalab yuraman? Tozalamang. Kerak emas. Sizga meni uylantiring dedimmi? Bo'lib ham do'stingizni qiziga uylantirdingiz. Meni hayotim sizga o'yinchoqmi-da? Ha? Amerikada o'qiyman desam, Mambet bilan qishloq xo'jaligiga o'qishga yubordingiz. Kompaniyaga direktor bo'lmoqchi edim. Yo'q, yer ol, xo'jalik yurib, o'zing oyoqqa tur dedingiz. Nega meni yomon ko'rasiz dada? Balki sen uchun nima yaxshi ekanini bilarman. Bilmaysiz dada. Men o'zim uchun o'zim qaror chiqarishni istayman.